Bo'pti, men ketdim. Abbos aka, umuman boshqa qizlarga qaramayman deb va'da bering. Xo'p. Men qizlarga qaramayman. Bo'ldimi? Xo'sa? Qizlarga qaramayman degan gapingizni videoga oling. Men qizlarga umuman qaramayman. Voy. Kim bu? Aka, assalomu alaykum. Notariusman. Hozir gapingiz mana. Rasmiylashtirib olaylik, ikkita joyga qo'l qo'yib yuboring. Voy. Akalaring nima qilyapti bo'tdi? Kuyov bola, gapingizni yana bitta qaytarib yuboring. Biz ham eshitaylik. Men hech qachon qizlarga qaramman. Bo'ldimi? Voy. Assalomu alaykum oyijon. Shu gapingizni onam ham eshitsinlar. Ha, kuyov, nima gapingiz bor edi? Men umuman boshqa qizlarga qaraman, chunki o'sha men xotin quli bo'ldim. Bo'ldimi? Abbos aka, to'xtang. Ana, Ketsam bo'ladimi endi? umuman tegmang. Primoy efirga yoqib qo'ydim. Kontaktimga xotin quli deb qo'yarsan. Bir aşk qilasanmi, qizg'onasanmi,